rizqim uzilganga o'xshaydi javob. Izlamay hech qanday tashqi sumal ham tobora avjlanar dardning o'chog'i. Yetolmasam kerak Toshkentgacha. Tek qo'y, kuzatmagin vujudim og'rir, elik qaladigan yurtdan egno, vatanning sharqida tug'ilib oxir g'arbda o'lmoqni chiqdi. Alloh tarqatmanglar bemasa, mabodo yuz bersa biror bir hol, Toshkentda ochmasin hech qanday yaza. Sim qoqing Abdulla Orif bilan qol. To'xta, aytib qolay jon pishmasidan, hammasi joyida sef, stol, palos, faqat yozuvchilar uyushmasidan bir varoq ariza qarsim bor xolos. Aytgancha stolimni chap tortmasida bir shoir yigitning qo'l yozmasi bor. Adashmasam edi yurtga qasida, shuni nashriyotga taqrizga yubor. Og'zim quriyapti. Suv ber bir qultum, ruh o'zi ulfati jondan to'ymoqda. Men ota bo'lib nima ham ko'rdim, yuragim kuymoqda, ichim kuymoqda. 4 bolamdan birin menda ko'kli yo'q. Nima qilay axir Xudoyim aytsin, Nasira o'gay emas, uning o'g'li yo'q. Boburga aytinglar, darholga qaytsin. Shoirning she'rlari taqdiri derdi. Rosti ishonmasdim, bosmasdi titroq. Nahot menga Robbim shunday dard berdi. Taqdirim bo'ldimi lola qizg'aldoq? Jonsiz jigarimga botmoqda tikan, qoraytirib borar yuzlarimni g'am. Aslida she'rlarim peshonam ekan. To'yin ko'ra olmadim qizlarimni. O'lsam uch qizimga bo'ladi og'ir. Ehtimol ular ham qilishar toqat, yig'lashib ko'nadi oxir. Onamni ko'ndirib bo'lmaydi faqat. Kor qilmaydi unga hech himmatingiz, o'zin ado qilar jonini yeya. Ayting sekingina Muhammadingiz ketdi Muhammadning yoniga deya. Soat necha bo'ldi? Qosh qoraydimi? Jonga tegdi dersan shu shoiri ham, menga havo yetmas, jon to'raydimi? Buncha xayollarda Azroil ham. Kelishim kutamiz endi nachora. Bir shoir jonida intiqomi bor. Aytgancha 3 kundan keyin bechora Nozima qizimning imtihoni bor. Nima bo'lar, rektorga borgan, bir iltimos qilgin, uchrab o'ziga kesa tegibdi-da, yordam axir Muhammad Yusufning bitta qiziga. Ana kelayotir ajal ishqilib. Uzmoq bo'lar rizq va saodatimni, qaysi bir so'zimda olar ishqilib, aytishga ulguray shahodatimni. Nima deysan, Nasiramga ayt, sho'rlik niyoz qolib tushmasin. Yana tilga chiqar o'zimni aytgan Muhammad kimsalarga ish tushmasin. Unga shon kerakmas, unvon kerakmas. Yetadi xilqatu xayoli degan unvon berib ketay men unga abad Muhammad Yusufning ayoli degan. Ichim achyapti abadiyatga. Asrli bo'lmadi o'g'itlarim ham, so'zini muhrlar abadiyatga. Odam bo'larmikin shogirdlarim ham. Bilaman yozishar qalamni ko'p. Sirojiddinlar u azim suyunlar, lek bir kun shoirlar qo'pib bosib kelmasmikin qaro qo'yinlar. Nahot o'z-o'zimdan ko'nglim to'lmasa. Chala qoldi saboq, bo'ldi endi kech, nahot bir o'gitim dardi bo'lmasa, shogirdman demasin